Kompaniyada moliyaviy natijalarni prognozlash juda ham muhim hisoblanadi. Prognozlash orqali kompaniya kelajak uchun strategik qarorlar qabul qiladi. Excel dasturida prognozlash uchun juda ham qulay funksiyalar mavjud bo'lib, ulardan eng ommalashgani Predskaz hamda tendensiya funksiyalaridir. Keling, hozir biz ushbu funksiyalar imkoniyatini ko'rib chiqamiz. Aytaylik, bizga savdo tushumi oylar kesimida berilgan bo'lsa, faqatgina bitta oyning savdo tushumini prognozlamoqchi bo'lsak, Predskaz formulasidan foydalanamiz. Tenglikdan so'ng Predskaz so'zini yozamiz va prognozlash kerak bo'lgan vaqtni ko'rsatamiz. Keyin esa prognozlash asosi bo'lgan qiymatlar diapazoni hamda ushbu qiymatlarning davri diapazonini belgilaymiz. Historik ma'lumotlardan foydalanib, ko'rib turganingizdek formulamiz avtomat tarzda qiymat chiqadi. Endi esa nafaqat bitta oyga, balki bir necha oylar uchun ham prognozlashimiz zarur bo'lsa, tendensiya formulasidan foydalanamiz. Tenglikdan so'ng tendensiya so'zini yozamiz va keyingi davrni prognozlash uchun asos bo'ladigan qiymat diapazonini va davrini belgilaymiz. Keyin esa prognozlashimiz lozim bo'lgan davr diapazonini ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek ko'rsatilgan davr uchun avtomat tarzda qiymatlar prognozlanadi.